Hech o'ylab ko'rganmisiz? Nima uchun ba'zida biror bir ishni bajarish uchun diqqatimizni jamlay olmaymiz? Bu kitob o'qish bo'lsin, darslik ko'rish, ishxonada ish bajarish bo'lsin va hokazo. Qiziq, o'zi nega bunday bo'ladi? Ehtimol muammo uyqungizdadir. Bu videoda siz diqqat va uyqu o'rtasidagi kuchli bog'liqlik haqida ilmiy asosda sodda tilda gaplashamiz. Videoni boshlashdan oldin esa videoga like va kanalga obuna bo'lishni iltimos esdan chiqarmang. Bilamizki, diqqatni jamlash bizga o'rganish, o'ylash, fikrlash, qaror qabul qilish, muammoni hal qilish, muloqot qilish kabi harakatlarni ongli, aniq va samarali qilishga yordam beradi. Lekin diqqatni jamlash bevosita uyquga ham bog'liq. Ammo uyqu borasida ko'pchiligimizda noto'g'ri tushunchalarimiz bor. Kam uxlasam ko'proq ishga ulguraman. Kam uyqu menga ko'proq dars tayyorlashga imkon beradi. Ko'p uxlash bu omadsizlarning ishi. Va shunga o'xshash gaplar. Agar siz kam uxlab, ko'proq narsaga ulguraman va ko'proq natijaga erishaman deb o'ylasangiz, adashasiz. Uyqu bu vaqtni bekorga o'tkazish emas, bu kunning samaradorligini oshiruvchi asosiy omillardan biri. Tanangiz charchamagan bo'lsa, miya charchaydi. Unga esa yaxshigina dam kerak. Juda kam uxlash depressiyaga, Alsgeymer kasalligiga va turli xil kasalliklarga sabab bo'ladi. Uzoq vaqt uyqusizlik esa o'limga ham olib kelishi mumkin. Tadqiqotlar uyqu, xotira va o'rganishning ajralmas qismi ekanini ko'rsatadi. Said Azim ismli o'g'amizning o'rtacha uyqu qancha bo'lishi kerak degan savolga ajoyib javoblari bor ekan. Hozir qo'llanmalarni sizlarga o'qib beraman. O'rtacha uyqu soati qancha bo'lishi kerak bilmayman. To'g'risi bu narsani sizga aniq hech kim ayta olmaydi. Chunki odamlar har xil, ularning yashash tarzi turlicha. Kimdirning turli xil kasalligi bo'lishi mumkin, kasblari esa har xil. Shuning uchun bu savolga har bir kishi o'zi javob topishi kerak bo'ladi. Qanday qilib deysizmi? Bitta daftar olasiz, har kunlik uyqu soatlaringizni yozib yurasiz. Ya'ni bir oy davomida necha soat uxlaganlaringizni yozib yurasiz va o'sha kuni qanday energiya bilan turganingizni, kuningiz samaradorligini o'zingiz uchun har bir kunni baholab ketasiz. Shunda sizda o'rtacha me'yoriy uyqu miqdorini aniqlab olishingiz mumkin bo'ladi. Shunday gaplar. Diqqat, bu tug'ma emas, mashq bilan rivojlantiriladigan qobiliyat. Ammo bu qobiliyat to'liq ishlashi uchun miyangiz dam olishi, ya'ni sifatli uxlashingiz shart. Bu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosib, kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Bu albatta birinchi video edi, keyingilari ancha qiziq bo'ladi. Xudo xohlasa.